Qo'qonlik eng boy tadbirkorlardan biri millioner Umidjon Nazarov haqida 3 ta super fakt. Birinchisi, 17 gektarlik 20 million dollarlik O'zbekistondagi eng yirik tekstil gigantlardan biri Mega Tekstil zavodiga rahbarlik qilgan. Respublikada yagona bo'lgan 1 million dollarlik Global Asia standart korxonasida polilen ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Ikkinchisi, butun respublika bo'ylab 12 ta filial, mingdan ortiq inson ishlaydigan 10 million dollarlik tovar aylanmasiga ega yirik ASXXUS ishlab chiqarish tarmoqlarining asoschilaridan biri sifatida va undan tashqari Qo'qonning mashhur yirik million dollarlik Abu Dhabi restorani, shuningdek Sabun Group qurilish kompaniyasining rahbari hisoblanib, Xudoyorxon saroyi yaqinida qurib topshirilgan million dollarlik markaz loyihasi ham aynan Umidjon Nazarovga tegishli. Qo'qon markazida 2,5 million dollarlik biznes markazga ega va garajida 10 dan ortiq qimmatbaho avtomobillar bor. Uchinchisi, 1000 ta xonadondan iborat Qo'qonim mega massivi ham aynan uning boshchiligida boshlangan. Shu bilan birga kam ta'minlangan oilalarga o'z hisobidan 5 ta xonadon sovg'a qilgan va chekka hududdagi bolalar ta'limdan chetda qolmasligi uchun bepul avtobus yo'lga qo'ygan. Hozirgi kunda chet ellik investorlar bilan ham loyihalar ustida ishlamoqda. Umidjon Nazarov haqida yanada ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, sahifaga obuna bo'lib kuzatib boring. Videoga like bosing va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.